Azizlar, Guliston metan gaz ustanovkasi markazida turibmiz hozir, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda ham ko'rsatib qo'y. Juda ko'p mashinamizga metan, propan gaz ustanovka bo'lyapti. Bu mashinamizni olib qolganmiz. Captiva 3, 3-pokoleniya propan gaz ustanovka qilib beryapmiz. Bu yerga olib keling. Xo'p. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunga 3-pokoleniya propan, orqasiga esa 60 talik. Olib keling bu yoqqa. 60 talik tabletka bo'ladi, tagiga joylashadi. Bu yoqda esa yana bitta Shinarayt 30 mashinasini olib qolganmiz. Bunga 4+90 talik metan gaz ustanovka qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqangi akkuratni tushadi. Qo'yayotgan jihozlarni tanishtirib o'taman. 4+. Xo'p, azizlar, bunga Alex brendiga tegishli Polshada ishlab chiqarilgan metan gaz ustanovka qildik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, profilda nomerimiz bor. Bizga aloqa chiqaverasizlar. Arzon va sifatli bo'ladi azizlar.